shu sizlarga kurtkani olib ketyaptilar. Kichkina turganiga ahamiyat bermaylar. O'zi buni qizlariga olibdilar. Sarpaga olsa. Sarpaga. $18 olib ketyapsiz buni? $18 shu uzun kurtkamizni yoqalariga meh qo'yilgan. Bundan o'zi bir dona qolgan edi, xudo xolsa, opamlarga nasib qildi. Bundan tashqari bu yerda yana plashimizdan ham olibdilar. Yaxshilik kiying, buyursa. Qanaqa o'zi yoqdim, yengilmi? Rahmat. Juda ham xursand. Mamnunmisiz narxlardan? Albatta. Yaxshilik kiying, buyursa. Rahmat. Sizlar ham kelib qolinglar, do'konimizni kutamiz. Do'konimiz har kuni ertalabki 9 dan kechki 8 gacha ochiq. Kelinlar bilan kelib, bitta $45 ga bu plashimizni, bitta buni $18 ga. Uni $18 dan ketasizlar. $18 dan kurtkamizni ham ketyapti. Hayitli bo'lyapti. Xudo xolisa, skitkam tugashga ozgina qoldi. Qanaqa ekan? $45 ga arziydimi katsasi? Yoqdimi o'ziga? Ancha yengil. Yomg'irli havolarda kuzlik kiygan juda ham zo'r plashimiz. Tegida oqib addelkalarni bemalol yechib kiysa bo'ladi. Bundan tashqari bu yerda buni 5-6 xil ranglardan bor. Razmerlari sanoqli qolgan. Bemalol kelib qizlik zarpilarga olsanglar bo'ladi. Sizlarni do'konimizda kutamiz. Ustolarga zamushimizni xarid qilib olib ketyapti. Xudo xolisa, zamushimiz ham juda ham yoqimli bo'lyapti mijozlarimizga. O'zlariga yarashib turibdi. Uzunligi 70 cm da. Skidkada qanchadan olib ketyapsizlar? Skidkada $45. $45 dan ketyapti. Xudo xolisa, o'zlaringiz yarashib. Kelib turinglar, yaxshi keyin. Rahmat. Xo'p. Kelinimga olib beraman deb keluvdilar. Lekin o'zlari bu yerda shu kurtkamizni tanlab oldilar. Maksvara kurtkamiz bo'ladi, yoqalarida mehrlar yechiladi. Kelinlar lekin hali ham tanlay olmayaptilar. Uni olaymi, buni olaymi deb turibdilar. O'ziga yoqdimi shu kurtka? Yoqdi. $18 dan olasiz-a? Narxi ham yoqdi. Narxlari ancha arzon, hamma bo'lgan narxlarda qilib beramiz. Kelinlari qaysini tanlagan deyapti. Sizga qaysi biri yoqadi ko'proq? Ikkalasi, lekin bittasini olishim kerak deyaptilar. Yaxshilik kiyilib buyursa. Bulardan barcha menga razmerlardan 5-6 ta qolgan. Mana shularning hammasi barcha menga razmer. Bemalol dastlabki qildirsanglar ham bo'ladi. Oyijonlarga hayitga ham, hayitliga ham juda zo'r hadya bo'ladi olsanglar. Yigitlar bilan kelib, xudo xolisa, Rafaelo kurtkamizni xarid qilib olib ketyapti. Turkiyaning mashhur brendi tegishli Rafaelo kurtkamiz uzunligi 75 cm da. Yoqasiga naturalniy PCS qo'ygan bilan. Skidkada qanchadan olib ketyapsizlar? $98 dan xarid qilib olib ketyapsizlar. O'zlariga ham juda yarashib turibdi. Nechinchi marta kelishdi? Birinchi marta. Yoqdimi tovarlarimiz, sifatlari, xudo xolisa. Kelib turing, yaxshi keyin. Hop, hozirgina bitta Rafaelo kurtka xarid qilishgan edi. Endi opamlar o'zlariga plash ko'rdilar, kalta variantini. Hop, $45 dan chegirmaga qo'yilgan varianti. Juda ham chiroyli, yosh tanlanmaydi. Hamma yoshga mos keladigan 5-6 xil ranglari bor. Yoqdimi o'zingizga fasollari? Juda ham zo'r, $45 dan arziydi narxiga. Juda ham arziydi. Salomat bo'ling, yaxshi kunlik keyin. Onalardan qizlariga hadya bo'lyapti. Xudo xolisa, sizlarga plashovkamiz. Hozirgi yomg'irli havolamizga juda ham zo'r tavallud hisoblanadi. Uzunligi 75 cm da. Ranglari ham chiroyli. Qancha skidka olib ketyapsizlar? $45 dan xarid qilib ketyapti. O'zlariga ham juda yarashib turibdi. Kelib turing, yaxshilik keyin. Xolisa, kimdan hadya bo'lyapti sizga bu? Davommi? Sizlardan, xolisa, hayitliga hadya bo'lyapti. Shu story qo'ydik, storyni ko'rib kelgan klientlarimizga 40% dan qilib beramiz dedik. Shu sizning paltan 40% olib ketasiz? 40% olib ketasiz sizning paltan? Qilib beraman dedilar, ha? Skidkasini unda xolisa 40% skidkada qilib beramiz. Uzunligi 80 ta bo'ladi, yoqalarini mexan bemalol yechib kiysa bo'ladi. Material yuzishi yengil ekanmi, o'ziga yoqdim. Yumshog'i. Yaxshiligi buyursin, kelib turing. Klientlarimiz juda ham ko'p. Hamma o'ziga kerak narsalarni olyapti. Opamga bo'lsa, shu zamish qilib berdi. O'z kurtkani olinglar, zamish olinglar deyaptilar. Ularga zamish olyaptilar. $45 dan olib ketasiz. O'ziga yoqdim kattalar. Ha, yoqdi. Yengil, kunlik kiysa ham, ko'ngillar kiygandan juda chiroyli turadi, kalta. Zamishlar ham juda yaxshi qilingan. Yaxshilik keyin buyursin. Hop, mijozlarimiz xaridlar qilishyapti. Opamlar o'zlariga yoqadi. Syomniy yechiladigan kurtkamiz xarid qilibdilar. Bular $98 dan chegirmaga qo'yilgan variantlarni. Bu yoqda ancha-muncha hali assortimentlar bor, lekin razmerlar kam qoldi. Sizlar ham tez-tez kelib xarid qilib olinglar. Xolisa, kimdan hadya bo'lyapti sizga bu? Davommi? Sizlardan, xolisa, hayitliga hadya bo'lyapti. Shu story qo'ydik, storyni ko'rib kelgan klientlarimizga 40% dan qilib beramiz dedik. Shu sizning paltan 40% olib ketasiz? 40% olib ketasiz sizning paltan? Qilib beraman dedilar, ha? Skidkasini unda xolisa 40% skidkada qilib beramiz. Uzunligi 80 ta bo'ladi, yoqalarini mexan bemalol yechib kiysa bo'ladi. Material yuzishi yengil ekanmi, o'ziga yoqdim. Yumshog'i. Yaxshiligi buyursin, kelib turing.
Ikkamiz oxirgi kuni, lekin bu yerda klientlarimiz juda ham ko'p. Hamma o'ziga kerak narsalarni olyapti. Opamga bo'lsa, shu zamshni berdi, o'z kurtkani olingmi, zamsh olingmi o'tdi. So'rardi, zamsh oldilar. 45 dollardan olib ketyapsiz. O'ziga yoqdimi kattalar? Ha, yoqdi. Yengil, kunlik kiysa ham, ko'ngillarga kelgandan juda chiroyli turadi, kalta. Zamshlar ham juda yaxshi qilingan. Yaxshilik keyin buyursin. Sizlar ham kelib qolinglar, assortimentlarimizni razmerlardan kam qo'ygan. Bugun skidkamizning oxirgi kuni. 98 dollardan chegirmaga qo'yilgan kurtkalarimiz soni kam qoldi. Aynan juda ham chiroyli baloto'y rangida yoqasi syomli keladigan variantidan xarid qildilar. 98 dollardan chegirmaga qo'yilgan. Yodimga yozganimiz Rafaello kurtkasini ko'rishyapti. Rafaelloda ham kam qoldi. Sizlar ham tez-tez kelib xarid qilinglar. Ikkamiz oxirgi kuni, lekin bu yerda klientlarimiz juda ham ko'p. Hamma o'ziga kerak narsalarni olyapti. Opamga bo'lsa, shu zamshni berdi, o'z kurtkani olingmi, zamsh olingmi o'tdi. So'rardi, zamsh oldilar. 45 dollardan olib ketyapsiz. O'ziga yoqdimi kattalar? Ha, yoqdi. Yengil, kunlik kiysa ham, ko'ngillarga kelgandan juda chiroyli turadi, kalta. Zamshlar ham juda yaxshi qilingan. Yaxshilik keyin buyursin. Sizlar ham kelib qolinglar, assortimentlarimizni razmerlardan kam qo'ygan. Bugun skidkamizning oxirgi kuni.